Bu amaliyotimiz GSK, gistrosalpingografiya, bachadon naylarini tekshirishga kelishadi. Ayniqsa bepushtliklar, qorin sohasida operatsiyalar o'tkazilgan bo'lsa yoki 1 yildan oshiqgan bo'lib homilador bo'lmasa, homila tushib qolgan bo'lsa, shunaqalarga buyuriladi. Bu hayzni 8-kundan 16-kungacha o'tkaziladi bu amaliyot. Albatta xo'jayini bilan saqlangan holda va mazoqi toza bo'lishi kerak. Chunki bu bachadon bo'yniga kontrast yuboriladi, og'riq qoldiruvchi qilinadi. Mutlaq og'rimaydi, ba'zi hollarda og'rishi mumkin. Patsientimizda nematishni homilador bo'lgan trubada va ularda laparotomiya ekstreni o'tkaziladi. Qorin bo'shlig'ida chandiqlari bor. Bachadon ichi kontrast moddaga to'ldi. Ba'zi hollarda kontrast modda kamlik qilsa, vrach tomonidan renginovkdan aytiladi, qo'shamiz yana 5 ml. Amaliyotimiz tugadi. Bitta trubalarni hozir ochiq chiqdi. Endi bularni homiladorlikka tayyorlasak ham bo'ladi. Va tavsiyamiz trubadan keyin 1 hafta xo'jayini bilan saqlanib, muzday suv va shamollab qolmaslik buyuriladi.